Ötüney. Mana bu yalğın dünyada hazırmı söyüldüğün dürüst insanların barlığını ispatla. Qara, sana baştan dep berey. Sen işkide turgan bu yürekning sükti yerim qilishlarga, g'azbi, jasoratning natijasini ko'rmagani uchun qo'rqinchoqlarga, tortinchoqliqqa vijdonsizlarga, savrisi, ishongan to'g'rilarga. İçideki bir nefes umidi bo'lsa, bu dunyoda hozirmi bor ekanligiga ishongan pokiz qilishlarga qarzdor. Ammo boshqa yuraklarga o'xshashla umi ko'r. Söygünede to'g'ri bilan xatoni ayıryamaslikda. İkinchilab ranjitmaslik uchun qilni qiraqa yerishda. Söygüde yenili talayga ishinishda. Ya'ni ahvoli mushu shu. O'zimni sening insabingga, odamiyligingga tashlab berdim. O'tinay, sen menga xatolashmaganimni ko'rsat. Bu dunyoda hozirmi suyuldigan bir narsalarning borligini o'tinib qalay. Menga isbotlab bergin. Munosabatlarda berilgan ikkinchi fursat azoblarni qayta yashashni tilash demakdir. Bilaman. Bu azob bir kuni o'tib ketadi. Qayg'ularim kechining naq o'tirsidan o'rin olsimi, azoblarim ko'krak qapsimdan boshqa ketadigan yer topamisimu? Sen nazarimdan tushgan ming parcha bo'lsangmi va yurkim har qachon seni afu qilishning tarafdori bo'lsimi? Bo'ldi. Shu yerda turib qol deyman. Chunki sen bo'lsang, mijozingni bilaman. Sen yerim tashlab qo'yishni yaxshi ko'rsan. Shunga ikkinchi bir fursat berishga qat'iy arzimaysan.